Assalomu alaykum, qadrli Media Magnat kanalining muxlislari. Sizlar bilan turk seriallari olamidagi eng qaynoq yangiliklarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, tayyormisiz? Unda biz boshladik. Rol uchun 6 soat ko'z yosh to'kkan Ibrohim Chelikol. Yaqin kunlarda ekranlarga chiqishi kutilayotgan Doktor yangi hayot seriali hali premyera qilinmasdanoq diqqat markaziga tushdi. Bosh rolni ijro etayotgan mahoratli aktyor Ibrohim Chelikol o'z qahramoni hayotining so'nggi 12 yilini xotirasidan o'chirib tashlagan shifokor Inan Kural obraziga shunchalik kirishib ketdiki, suratga olish maydonchasidagilarni hayratda qoldirdi. Aktyor qahramonning ruhiy azoblarini tabiiy aks ettirish uchun maydonda tinimsiz 6 soat davomida yig'lagan. Ushbu fidoyilik Ibrohimning o'z kasbiga naqadar professional yondashishini yana bir bor isbotladi. Serial premyerasi 2026-yilning fevral oyi oxiriga rejalashtirilmoqda. Reytinglar qurboni qaysi seriallar yakunlanmoqda? Afsuski, hamma loyihalar ham tomoshabinlar mehrini qozona olmayapti. Reytinglar pastligi sababli bir nechta seriallar muddatidan oldin yakunlanishi ma'lum bo'ldi. Marvarid donalari 3-mavsum 16-qism davom etishi rejalashtirilgan edi. Biroq loyiha 51-qismida o'z faoliyatini to'xtatadi. Himoyasizlar bu serial ham tomoshabinlar bilan 51-qismda xayrlashadi. Go'yoki tush reytinglari eng past nuqtaga tushib ketgan sababli loyiha 1-mart kuni 13-qismda butunlay to'xtatiladi. Beren Saatning bahsli debyuti aktrisa endi qo'shiqchimi? Mashhur aktrisa Beren Saat o'zini musiqa sohasida ham sinab ko'rishga qaror qildi. Turmush o'rtog'i Kenan Dog'ulu ko'magida Amerikada suratga olingan yangi klipini taqdim etgan aktrisa kelajakda kamida 2 albom chiqarishni rejalashtirayotganligini aytdi. Biroq uning qo'shiqchilik iste'dodi hamkasblari va san'at vakillari tomonidan keskin tanqid qilindi. Masalan, boshlovchi Sevda Turkusev aktrisaning sahnada o'rni yo'qligini, u shunchaki turmush o'rtog'ining yordami bilan o'zini mashhur yulduzdek his qilayotganligini ta'kidladi. Sodiq muxlislar esa Berenning o'ziga xos uslubi borligiga ishonishda davom etmoqda. Suratga olish maydonidagi mojarolar. Turk ommaviy axborot vositalari yer ostida seriali atrofidagi keskin vaziyat haqida tinmay yozmoqda. Aytishlaricha, aktyor Deniz Jan Oqtosh ssenariy bo'yicha o'z qahramonining sevgilisi o'zgarishini talab qilgan. Bu holat uning partnyori Devrim Oskanga mutlaqo yoqmagan va aktrisa suratga olish maydonchasida katta janjal ko'targan. Garchi ssenariy o'zgarishsiz qolgan bo'lsa-da, maydondagi muhit juda og'ir ekani aytilmoqda. Prodyuserlar esa hozircha bu gap so'zlarga izoh bermayapti. Kerem Bürsinning Gollivudga ketishi haqidagi xabarlar rad etildi. O'tgan hafta tarqalgan Kerem Bürsinning Sylvester Stallonening loyihasida ishtirok etish haqidagi xabarlar asossiz bo'lib chiqdi. Loyiha muallifi Jimenez yaqin kelajakda aktyor bilan hech qanday muzokaralar o'tkazilmasligini ma'lum qildi. Bu raddiya Keremni Gollivud ekranlarida ko'rishni orzu qilgan minglab muxlislarni xafa qildi. Ozan Akbaba va Senem Unsal tashqi ko'rinishi tufayli tanqidga qoldi. Olis shahar seriali yulduzlari tashqi ko'rinishlardagi o'zgarishlar tufayli hayterlar nishoniga aylandi. Ozan Akbabani vazni ortgani uchun dangasalikda ayblashgan edi. Biroq ma'lum bo'lishicha, aktyor jiddiy xastalik tufayli shishlar paydo qiluvchi dorilar qabul qilishga majbur bo'lgan. Senem Unsalni esa aksincha o'ta ozg'inligi uchun anoreksiyani targ'ib qilishda ayblashdi. Aktrisa uzoq yillardan buyon gluten va sut mahsulotlaridan voz kechib, qat'iy parhez tutishini tushuntirishga majbur bo'ldi. Kubilay aka va Hafsanur Sanjak Tutan ajrashdi. Muxlislari to'yini kutayotgan yana bir juftlik ajralib ketdi. Kubilay aka va Hafsanur Sanjak Tutan o'rtasidagi ishqiy munosabatlar yakuniga yetdi. Hafsanur ijtimoiy tarmoqlardagi barcha birgalikda olingan suratlarni o'chirib tashladi. Aytishlaricha, bunga aktrisaning haddan tashqari rashkchiligi va Kubilayning tezroq nikohdan o'tishga majburlagani sabab bo'lgan.
Qadrli muxlislar, Media Magnat kanaliga qo'shilmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va albatta fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu albatta biz uchun juda qiziq. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha.